Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kun savollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, matematikadan boshlaymiz. Demak, bir sonni 4 ga bo'lganda qoldiq 3 chiqadi. Shu sonni 5 ga bo'lganda qoldiq 2 chiqadi. Eng kichik shunday sonni toping. Demak, bu savolni ko'rib chiqish uchun birinchi shartlarni tenglama ko'rinishda yoza olamiz. 4 ga bo'lganda qoldiq 3 bo'ladi, 5 ga bo'lganda qoldiq 2 bo'ladi. Endi mos sonlarni tekshirib ko'rsak, birinchi 3 ga bo'lganda 4 ga bo'lganda 3 qoldiq qoladiganlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 3, 7, 11, 15, 19, 23 sonlar davom etadi. Shulardan qaysi biri 5 ga bo'linganda 2 qoldiq qoladi. Misol uchun 3 ni 5 ga bo'lsak 3 qoldiq qoladi. Bu bo'lishi mumkin emas. 7 ni 5 ga bo'lsak 2 qoldiq bo'ladi. Shuning uchun ham eng kichik mos son 7 bo'ladi. Endi tanqidiy fikrlashga to'xtaladigan bo'lsak, Qobil yangi planshet oldi va uni dars qilish uchun ishlatmoqchi. U shunday deydi: agar men planshetdan foydalanishni o'rganib olsam, maktabga barcha topshiriqlarimni unda bajaraman va darslarni osonlashtiraman. Qaysi yashirin taxmin bu fikrga asoslangan? Ya'ni shu narsani ko'rsatib beradi bizga. A variantda planshetda o'yinlar ham bor. B variantda o'qish uchun texnika qulaylik yaratadi. C variantda planshet uzoq ishlamaydi. D variantda Qobil uni maktabga olib bormaydi. E variantda esa u internetdan kam foydalanadi. Qobilning fikrida keltirib o'tilyaptiki, planshetdan foydalanishni o'rganaman. Bu barcha topshiriqlarni bajarishini va darslarni osonlashtirishini ko'rsatyapti. Shuning uchun ham bu yerda yashirin taxmin shuki, planshet o'qish jarayonini haqiqatan ham osonlashtiradi va qulay qiladi. Endi variantlardan ko'radigan bo'lsak, faqatgina B javobda o'qish uchun texnika qulaylik yaratadi degan variant aynan shu narsani ko'rsatib bermoqda. Ya'ni planshet dars qilishni qulay qiladi va osonlashtiradi degan yashirin taxmin bor. Shuning uchun ham to'g'ri javob bu yerda B bo'ladi. Endi muammoli masalaga to'xtaladigan bo'lsak, so'roq o'rnidagi shaklni toping. Albatta, bu yerda ketma-ketlikni topa olish juda ham muhim. Birinchisida strelka tepaga qarab turmoqda, keyingisida esa o'ng tomonga qarab turibdi. Uchinchisida esa pastga qarab turibdi, to'rtinchisida so'roq berilgan va beshinchisida yana tepaga qarab turibdi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, bu strelka, ya'ni bu shaklning strelkasi aynan soat yo'nalishi bo'ylab aylanmoqda. Birinchi tepada edi, keyin o'ng tomonda, keyin pastda. Albatta, bu so'roq o'rinda bo'lganda chap tomonga qarab turish kerak. Chap tomonga qarab turgan variant esa bizda bu yerda E variant. To'g'ri, B variant ham chap tomonga qarab turibdi, lekin B variantda teskari berilgan shakl. Shuning uchun ham bu yerda B variant va A variantda teskari berilgan shakl. A variantda ko'rishimiz mumkin, strelkani uchburchak shaklda berilmagan. Shuning uchun ham A variant to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bizda faqatgina to'g'ri javob E variant qolyapti. Endi ingliz tili savoliga to'xtaladigan bo'lsak, people use this item to brush and style their hair. Ya'ni odamlar bu narsani ularning sochini stillashda va tarashda ishlatadi. A javobda comb, ya'ni taroq, B variantda fork, ya'ni vilka, C variantda pencil, ya'ni qalam javoblar kelmoqda. Shuning uchun ham bu yerda to'g'ri javob A variant bo'ladi. Faqatgina so'zning tarjimasini bilsa, bu savolni topish unchalik qiyin emas. Xuddi shunday turdagi savollarni har kuni ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta blueprep.uz saytida siz 30 ta to'liq Prezident maktabi imtihonidagi savollarni topishingiz mumkin. U yerda bizda 30 ta to'liq full mock testimiz bor. Albatta birinchisini bemalol ishlab ko'rib, unga baho berib, keyin bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.